Speakingda yaxshi gapirasiz, ammo o'zingizdan hali ko'nglingiz to'lmayaptimi? Demak, sizda ikkita narsa yetishmayapti. Ya'ni vocabularyni zo'r qilib ishlatib ketish va uni ajoyib grammatik strukturalar bilan birlashtirish. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Muxtasar Abdullayeva, 7 yillik tajribaga ega xalqaro ingliz tili o'qituvchisiman. Mana shu videoim orqali sizga 3 ta narsani isbotlab beraman. Ya'ni oddiygina sampledan siz qanday qilib foydalanishingiz mumkin va aynan meni sampleim orqali qanday qilib men o'zim IELTSda speakingda 8 ga erishganim va buni siz ham o'zingizga qo'llashingiz mumkin bo'lgan xulosalarni ko'rsatib beraman. Bo'lmasam boshladik. Bizning mavzuyimizda Fame and Children bo'yicha mana bu savolni olaman. Ya'ni what are the advantages and disadvantages of being famous as a child? Qani ketdik. Demak, mana shu kungacha barcha o'quvchilarimda ko'rgan muammolarimdan biri bu speakingda ideya yetishmasligi, undan tashqari gaplarni yoki o'rgangan vocabularylarni birlashtirib keta olmasligi. Shuning uchun ham sizga aynan bugungi murakkab bo'lgan savollarimizga javob berib ko'ramiz. Va ushbu savollarimiz orasida mana bu 3 tasini tanlab oldim. Ya'ni bu Fame and Children mavzusi bo'lar ekanmizda. What are the advantages and disadvantages of famous child? Xo'p, savolni tushunib turibmiz. Demak, bizda bola, ya'ni famous, mashhur bola bo'lishning bizda plus hamda minus tomonlari so'ranmoqda. Juda ham ko'p holatlarda, ayniqsa speaking part 3 da advantage, disadvantages yoki plus sides, minus sides degan narsa so'ralganida maslahat bergan bo'lardim, ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytgan bo'lardim. Birinchi o'rinda umuman olganda umumiylashtirib oling. Chunki siz to'g'ridan to'g'ri har doim misol berib keta olmaysiz va misollaringiz sonini kamaytiring. Chunki berayotgan o'sha misolingizga yarasha isbot bermaydigan bo'lsangiz, sizda mana bu gap tugallanmay qolgan bo'ladi va javobingiz incomplete sanaladi. Ya'ni incomplete bo'lgan javob sizda 7+ ga yoki o'sha 8+ ga tortib bermaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Masalan, tasavvur qiling, siz hozirgina choy haqida gaplashib turuvdingiz, choyga endi bitta xususiyatni aytdingizda, keyin umuman boshqa narsaga o'tib ketdingiz. Xuddi shunga o'xshagan narsani nazarda tutmoqdaman. Ya'ni bitta fikrni tugatib, o'shani isbotlab va ana shuni atrofida aylanib, keyin ikkinchi fikrga o'tishga undamoqdaman sizni. Demak, mana shu narsa bizda chiroyli amalga oshirilishi uchun biz avvalo general olamiz iloji boricha, keyin esa o'sha ikkita tomonga bo'lishimiz yoki xohlasangiz bir tomonni umuman aytmasligingiz ham mumkin. Ya'ni menga minus tomonlari ko'rinmaydi yoki plus tomonlarini men ko'rmayapman, balki bordir deb turib skip qilib ketish ham mumkin. Bu narsa ham yaxshi. Lekin examiner keyingi savolda menga baribir kerak ikkinchi tomonni aytchi deb so'rab qolishligi ham mumkin. Bu narsaga ham baribir mana bu yerda tayyor turinglar. Demak, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan sampleim mana bunday. Let's go. So, what are the advantages and disadvantages of being a famous child? Demak, mana bu yerda doskada ko'rib turganingiz, meni sizga tuzib bergan misolim. Demak, bu yerda kelinglar, diqqat bilan o'qib, e'tibor qaratamiz. Men juda ham ko'p holatda yaxshi ko'raman ing bilan gapimni boshlashni. Juda ham chiroyli boshlash, ya'ni otlashtirib boshlash hisoblanadi. Masalan, being a child star ko'rdinglar? Demak, bu bitta masalan o'sha boshlanishi. Ya'ni yulduz bola bo'lish deb boshlamoqdaman. Being a child star can lead to early success and financial stability. Biz hozir plus tomonlardan boshladik. Shu yerda umumiy gap aytsam bo'lardi, hozir qisqartirdim. Shuning uchun tezda maqsadga o'tyapmiz bu yerda. Xohlasak aytsak bo'ladi. There are many advantages and tons of disadvantages that I can enlist deb turib, agar fikringizda tayyor, mana men aytayotganim kabi tayyor misol bo'lmasa, avval sekin nima deydi, o'zingizga o'ylab olish uchun 3-4 sekund vaqt berib, mana shu general sentence bilan boshlasangiz bo'ladi demoqchiman. Aynan mana shu general sentence bilan boshlash sizga vaqt yutib beradi. Bu yerda esa fikrimiz tayyor bo'lsa, tezda maqsadga o'tib ketsak, yana ham yaxshi bir tomondan. Demak,
can lead to nimaga can dedim. Bola mana shu yerda ham aytib ketaman. Ya'ni olib kelishi mumkin. Juda ham ko'p holatda akademik gapirganimizda yoki akademik yozganimizda, ya'ni writingda yoki o'sha IELTS speakinglarimizda umuman olganda bizda informal emas, semi formal hech bo'lmaganda. Shuning uchun ham biz nima qilishimiz kerak? Gaplarimizni yumshatishimiz kerak. Ya'ni 100% amin mana shu narsa bo'ladi deb tashlash emas, balki mana shu narsaga olib kelishi mumkin degan yumshatish bilan gapiradigan bo'lsak, biz absolut gapirib qo'yish oldini olgan bo'lamiz, ya'ni hedging qilgan bo'lamiz va bu bizga faqat va faqat plusni ishlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Absolute sentence aytmanglar. Shunda can lead to early success and financial stability. So, bu yerda o'rganayotgan narsamiz early success hamda financial stability. Ya'ni early success tushunib turibsiz, kichkinalikdan, ya'ni yoshlikdan bizda omad, muvaffaqiyat, financial stability bu moliyaviy stabilnost, ya'ni moliyaviy barqarorlik degani. Demak, bizga bola yulduz bo'lish nimaga olib kelar ekan? Mana shu ikkalasiga olib kelar ekan deb turib, murakkab gapga ulaganman. Siz mana shunaqa qilib davomini mana bunday murakkab gap bilan, ya'ni qaranglar, bu yerda extra information bilan kelyapti, which most people only dream of, right? Ya'ni mana shu narsa o'sha financial stability hamda early success juda ham ko'pchilik nima qiladigan, orzu qiladigan narsadir degan narsani oxirida qo'shib ketyapmiz, informationni qo'shib ketyapmiz va bu bizda albatta nimaga olib keladi? Biz 7 plus 7,5, 8, 8,5 va 9 ballariga chiqishimizga olib keladigan mana shu kalitlardan biridir. Ya'ni shunchaki gapni o'qish emas, ya'ni shunchaki being a child can lead to early success and financial stability. Many people dream of it. No, it's not like that. Ya'ni biz combine qilib bu yerda complex sentence tuzishimizni ham kursda bermoqdamiz. Keyingisi, it can boost confidence. Nimaga biz endi qaranglar bu yerda it demoqdamiz. E'tibor beringlar. Yana tepadagi narsani aytmayman. Ya'ni being a child star demayman. Balki ikkinchisida, ya'ni mana bu tepadagi birinchi aytayotgan fikrimni takrorlamayman. Ya'ni o'sha so'zni takror ishlatmayman va bu menda vocabulary repetitionni oldini oladi hamda bu bizda referencing deyiladi. Referencing degani ishora berish degani. Juda ham oson narsa, ko'rib turibsizlar. Tepada nima borligiga qarab olmosh bilan reference beryapmiz. Masalan, Susan is my friend, she is very kind. Mana referencing. Hatto beginner odam ham reference qila oladi. Xuddi shu narsa bo'lyapti bu yerda. Referencing 7 pluslik javoblarda, essaylarda, o'sha speakinglarda javob berganlaringizda mana shu referencing qatnashishi shart va bu 7 plusga olib beradi kamida demoqchiman. Demak, it can boost confidence, e'tibor bersanglar, yana can nimaga? Chunki mana shu narsa biz yumshatib aytmoqdamiz. It can boost confidence and help them become, nega them, yana e'tibor beringlar, chunki bolalarga mog'ini tushuntiramiz, ikkinchi referencing bo'lyapti. Help them become strong communicators. So here o'rganishimiz mumkin bo'lgan so'zlar boost confidence, ya'ni ishonchini oshirib yuboradi va communicator va kuchli muloqot qiluvchilar bo'lib yetishiga yordam beradi deyilmoqda. Endi qaranglar, bizda pavarot, ya'ni advantage tomonini aytib bo'ldik. Endi disadvantage ga o'tishimiz mumkin. Ya'ni juda ham ko'p misol olib tashlashingiz shart emas, balki o'sha 2 ta yoki maksimum 3 ta misol olib, uni yoritib chiqqan yaxshi. Endi however da ko'radigan bo'lsak, bizda mana however, ya'ni yuqoridagi mana bu fikrimizga endi bu fikrimiz qarama-qarshi bo'ladi, chunki biz ikkita narsani berishimiz kerak. Not only do they lose their privacy yoki privacy deb o'qiladi. Xo'p, e'tibor beringlar. Nafaqat ular o'zini privatnostini yo'qotadi, balki but they also face emotional pressure. Demak, bu yerda emotional pressure and public criticism at a young age. Bu tomoni minusga olib kelyapti va ko'rib turibsizlar, demak biz doim kontrast qo'yib beramiz va kontrast qo'yganimizda mana bu grammatikaga e'tiborli bo'lamiz. Not only do they lose, ya'ni not only but also, bu inversion deyiladi. Ya'ni inversiya mana shunday ishlarda esinglarda bo'lsa, bu oddiy and bilan ham yasab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni they lose their privacy
and they face emotional pressure desam bo'lardi. Lekin not only but also qilib men yana levelimni yuqori ekanligini examinerga yoki meni suhbatdoshimga isbotlab qo'yapman va bu meni lug'at boyligim ham kuchliligini, o'sha grammatikam, savodim kuchliligini ko'rsatib beradi. Siz yuqori ball olaysizmi? Mana shunaqa narsa ishlatishingiz shart. Demak, hech bo'lmaganda harakat qilishingiz kerak speakingda. But they also deb davom ettiradi. Demak, bu bizda inversiya sifatida ishlayotgan. Qanaqa ishlatasiz? O'sha and o'rnida ishlatasiz. Not only but also va ko'rayotgan bo'lsangiz, not only ni boshda ishlatgan uchun do oldinga chiqib ketyapti. Ya'ni so'roqday ishlaydi. Inversiya doim shunaqa ishlaydi. Agar inversiya bo'yicha video dars xohlasanglar, albatta izohlarda hozirroq yozib qo'ying. Meni yo'qotmaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Va oxirgi gapimizga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda nima deyapmiz? Some even struggle. Some degani some people yoki some children deb o'tirmadik, balki some o'zini aytdik. Bu ham xuddi referencingga o'xshaydi. Bitta so'z o'zida qismi bor edi, ya'ni shuning ichida o'zi some children degan narsa bor. Ayrimlari esa demoqchi, ya'ni tushundingizmi? Ya'ni otlashgan sifat deb aytamiz. O'zi biz endi bu yerda hozir bizda ravish bo'lyapti. Otlashgan ravish desak bo'ladi. Some even struggle with identity issues and burnout. Burnout so'zni ham o'rganib ketsanglar bo'ladi. Burnout bu o'ta charchoq, выгорание degani, ya'ni o'ta charchab ketgan odamda burn out bo'ladi. Mana shu misol bo'la olardi menikiga va e'tibor beradigan bo'lsanglar, buni ichida bizda kamida early success, financial stability, boost confidence, strong communicators, emotional pressure, public criticism, burnout, identity issues degan nimalarimiz bor, collocationlarimiz bor va bu bizga vocabularyga juda ham katta plusga ishlaydi. Undan tashqari grammatikalarimizda geronti bilan gap boshlay olish, referencing qila olish, which ya'ni relative clause'lar ishlata olishni isbotlayapmiz. Undan tashqari inversion ishlatdik va undan tashqari eng oxirgisi hammasi umuman olganda zamonlarni to'g'ri ishlatishimizni ko'rsatib beryapmiz. Ko'rdingizmi? Demak, umuman olganda o'zi sampledan o'rganish ham mana shunaqa mayda chuydalab o'rganadigan bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz hatto tuza olmasangiz ham sizdan yuqori leveldagi bo'lgan o'quvchilar, ustozlar farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni o'rganadigan bo'lsangiz va imitation, ya'ni unga orqasidan takrorlab yoki mana shunaqa bittalar maydalab chiqib o'rganadigan bo'lsangiz, sizni mana bu yeringizda albatta mana shu 5 tasidan hech bo'lmaganda 2 ta informatsiya qolib ketadi va bu meni asl maqsadim. Ya'ni siz mana shu yerda o'rganish orqali o'zingizda ham qo'llashni boshlang. Do'stlar, mana hozir mana shu sampleda sizlar bilan ko'rib chiqdik. Umuman olganda har bitta samplening, ya'ni siz o'rganayotgan, tasavvur qiling, Feynman Children bo'yicha sizda 10 ta savol bor deylik. Aynan mana shu 10 ta sample savol bo'ladigan bo'lsa, 10 ta sample javob yig'ing. Xuddi shunaqa tahlil qilib chiqing. Eng osoni ChatGPT bilan gaplashishingiz, unga masalan advanced grammatika qilib ber, mana bu joylarni highlight qilib ber deb turib o'zingiz so'rab olishingiz mumkin. Yaxshiyamki bizda hozir juda ham ko'payib ketgan mana shunaqa yordam so'rash uchun. Ya'ni nafaqat ustozingizdan, balki oddiy ChatGPT dan so'rab buni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bu darsdan shunchaki bo'ldi dars o'rgandim deb emas, balki mana shu xulosalarni o'zingizga chiqarib keting va albatta bundan tashqari qo'shimcha o'z ustingizda ishlang. Dars yoqqan bo'lsa, albatta hoziroq izohlarda yozib qoldiring. Like bosishni unutmang va IELTS ga tayyorlanayotgan do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Menga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, har doim mana shunaqa foydali videolarni ko'rishda davom etasiz. Sizlar bilan muxtasar bo'ldi. Hozircha bye bye.